qilma, nazardan qolma, duo ol, qarg'ish olma deyildi. Siz buni eshitdingiz, surishtirdingiz, hayotda shu aytilgan narsalar dalilini ko'rdingiz. Ota-onasiga oq bo'lsa xor bo'lar ekan, duosini olsa baraka topar ekan. Nazardan qolmasa, el yurti nazariga tushib duosini olsa, xayriyatga erishar ekan, el yurti nazaridan qolsa juvonmay bo'lar ekan. Mana siz olim bo'ldingiz. Aytaveradi bu cholaring. Bular 70 ga kirganda namoz o'qigan. Bular taqvosi yo'q. Bular alhamdulillah to'g'ri o'qishni bilmaydi. Bular gapga quloq solma. Gapiraveradi bular. Bu noto'g'ri. Shunaqa qilganlarda nima bo'lganligini biz ko'rdik. Ustozlarni nazar pisand qilmagan, ustozlarni go'shini yegan, ustozlarni nazaridan qolib qarg'ish demaylik, nazaridan qolganlarda nima bo'lganligini biz ko'rdik, mana shu ko'zlarimiz bilan. Juvonimay bo'lib ketganini ko'rdik.